Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kabutar ishqibozlari. Bugun Asaka shahri Eski Navbahor ko'cha Komiljon akamizni Fazli xonadoniga keldik. Assalomu alaykum. Nachamay. Tashkil olsin. Rahmat aka. Bizni kuzatib turgan asakalik, anjorlik qarilar, butun anaqada kuzatib turganlar, sizlarga assalomu alaykum. Tinch salomat bo'linglar. Eski parvozlar, yangi parvozlarga hammasiga salom. Aka-ukalar, shu ishqibozlik orqasidan, katta orqasidan Komiljon akam bilan tanishganmiz. Siz Hasanboy o'g'lingiz bilan ancha yildan beri qadrdonmiz. Ko'proq farzandlarning ichida shu Hasanboy qiziqar shekilli. Hasanboyga malades, eng mazasi shu Hasanboyga ekan. To'g'risi, ochig'i doim siz bilan suhbatlashib, doim birga yuradi. Birga sherik. Malades, omadini bersin, zalatoy bola. Ko'z tegmasin. Mo sharoitlarni rosa chiroyli qilib qildi akalar. Qushlarning obzorini qilamiz sizlar bilan. Bu yerda 6 juft bor. 6 juft hozir 6 juft bola beryapti ekan. Bu yerda hozir kattalar, juvonalari boshqa ketadi ekan. Biz sizlar bilan hozir kattalarini, ota-onalarini obzorini qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Like emaslardan ham umidamiz. Mana aka-ukalar. Chala tumshuv qaralar. O'zi ko'rasizlarmi akalar? Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh baraka bersin. Kampar eski runarlardan. Kallasi ham tekis. Ko'rib baho beringlar akalar. To'g'ridagi narigi tomondagi moda aka. Moda. Bular jupmasa bular. Yo'q, bular jutmas. Buni bu narimizni modasi hozir mana tashlayapman. Syomka qilgan narisi modasi bo'ladi aka shu. Sayfiddin aka, bu narimiz shu ichkarida ko'rib turgan hamma moda, serpar moda, kampar modalarni otasi bo'ladi. Yoshi endi 1,5 yashar, 2 yashar bo'lmadi hali bular. Aslida mana me'yorlarida kelib chiqqan kaptar aka mana. Mana hozir mana aka tashlab beraman. Ko'rasiz. Mana aka-ukalar, hozirgi ko'rgan kaptarlarni otasi mash kaptar bo'lar ekan. Ko'z tegmasin. Kaptar mana aka 10 tadan oshiq bola berdi aka shu yoshgacha kelib. Gap yo'q. Endi bularni bolalarini endi ko'rsatamiz akalar mana. Ko'rib tomosha qilinglar. Akalar, hozirgi narda yangi jupi bu nar oldin boshqa moda bilan ishlagan ekan. Hozir bu modaga juplanibdi. Ko'ringlar akalar. Modani, serpar moda. Figuralarni ham ko'rsataylik buni endi. Mashalloh. Aya, paypaq. Ko'z tegmasin. Mana akalar. Figurasini ham ko'rsatamiz endi. Mana akalar. Komiljon aka, necha yil bo'ldi shu kaptarda qiziqish bor uyg'onganiga? Yoshlikdan. Bizni otamiz ham qiziqqandi o'zi.
otamiz, amakilarimiz ham qiziqqan. O'rtada bu yoqqa ko'chib kelgandan keyin baxmay qo'yadi. Sekin yana baribir qiziqish. Bu baribir tortaveradi-da. Ishqibozlik bir marta baqqan odam yana baqisi kelaveradi. Chiroyligini ko'rsa olgisi keladi. Shunaqa ekanda bu ishqibozlik. Mana akalar, mana ham mana serparlar. Mana juvona moda ekan akalar. Juvona moda ekan. Asosan ko'proq serpar yo'nalishda ekan kaptarlar. Kamparlar ham bor. Hozir kamparlarni ham ko'rsatamiz akalar. Ko'rib turganingiz moda chekadi. Mana shu chekadagi, mana shu moda ekan. Buni ichida sotiladiganlari ham bormi? Hasanboy? Ha, Sotib bollaridanmi, o'zidanmi? Xohlasa o'zidan, xohlasa bolalaridan kelishib bo'lsa, Kelishib qolsa sotilini olar ekan akalar. Pastda nomerni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kim yoqtirsa, telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. bunimiz moda aka, Moda ekan, mashalloh. serpanlardi qizi bo'ladi aka shu. Bu ham qizi mana. Shu nardi qizi ekan akalar. Alloh baraka bersin. Ko'rib tomosha qilinglar. Ko'proq serpar yo'nalishda. Mana kampar kaptarlarni ham hozir olib chiqamiz. Ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Kaptarlar ko'z tegmasin. Mana shu ham moda ekan mana. Bu ashkattanardi nevarasi aka. Gap Hali yo'q. pipi. Hali normodaliga aniq ekan. Normaliga aniq emas bu juvonlarni. Ko'z tegmasin. Polvon chiqibdi kapta. Ha, Ko'z tegmasin. Tumshug'i ham, kallasi ham, ko'zlari ham joyida ekan. Kaptada figurasi ham mana akalar. Birinchi ko'rsatgan kattanardi nevarasi ekan akalar. Mana akalar. Hammasini otasi mana shu. kamparlarimiz ham bor. Ha, kampar mana. Kampar nari mana. Akalar. Shu narlarni moda jup. Ha, bu jupi, mana shu nardi jupimi bu? Bu ham u katta nardi qizi. Ha. Shunga juplar. Hali katta nar deyapmiz. Katta nar deyishimiz sababi bu savlatida ham emas. Bularda hammasidan yosh katta. Shuni nazarda tutib gapiryapmiz. Lekin kaptarlar polvon kaptarlar ekan. Ko'z tegmasin, kaptarlar kichkina emas. Savlati ham bor, figurasi ham bor ekan. Anchadan beri kelaman deb Alloh nasib qilgan kun shu kunaga mana shu kun kelib mana sizlar bilan obzor qilyapmiz akalar. Tomosha qilinglar, maza qilinglar. Hozirgi tashlagan biz bittasi moda, bittasi nar. Mana akalar. Isimiz nar. Mana akalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham moda ekan, Bu ham moda, katta nar. moda ekan mana akalar. Serpanlardi. Mana shuni qizi. Ha. Nardi qizi. Bu nardi qizi. Bu o'zimizni Mana. Ko'z tegmasin. Mana shu narga men xaridor bo'lgan edim birinchi ko'rganimda. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Kaptar gap yo'q. Eski o'rinlardan. Toza kaptar zot. Zot kaptar.
Gap yo'q. Stoykalarni ko'rasiz aka. Figura katta. Katta, yosh katta Yosh bo'lgani kattaroq bilan o'zini o'zi. yo'qotmagan. Ha. Bu ancha bo'ldi-da o'zi. Bu kaptarga o'zim ham xaridor bo'lganman. Eslaysiz? Ha, eslayman. Shu kaptarda orqasidan qadrdon bo'lib ketganmiz. Hasanboy bilan o'zi birinchi bitta narga xaridor bo'lganman. Eslasangiz, nasib bo'lmagan ekan, bizga nasib bo'lmagan ekan, ololmaganmiz. Bu ham xuddi mana shunaqa yo'nalishda kampar kaptar edi. Gap yo'q edi. Kaptarlar ko'z tegmasin. Alloh baraka bersin. Bu yosh nar ekan mana. Bir yosh nar. Buni otasi Rossiyaga sotilgan. U narda ham nasib qilmagan, bizdan chiqib ketgan buni otasi. Buni bitta mana shu urug'idan olib qolingan ekan akalar. Ko'z tegmasin, menga figurasini ham ko'raylik bitta. Akalarga. Gap yo'q. Juvon nar. Yosh nar mana. Aka-ukalar, Asakada oldindan bilimi kuchli, tushunchasi baland parvozlar juda ham ko'p bo'lgan. Hozir ham juda ham ko'p. Mana shu eski Mallavosh urug', Asaka urug'i mana. Kaptar baquvvat ekan, ko'rsatmas. Hozir kalla tumshug'ini ko'rsataman sizlarga. Mana akalar. Mana shu Asakani eski Mallavosh urug'lari. Bu kaptar katta kaptar emas ekan, yosh ekan hali. Tuloqlari ham yetib bormabdi, paypalari ham mana akalar. Gap bo'lishi mumkin emas kaptarga. Alloh baraka bersin. Paypalari yulingan ekan. Mana akalar, figurasini ham ko'ringlar, tomosha qilinglar akalar. Gap yo'q. Mana akalar, hozirgi kaptarlarni bollari, jo'nalar moda chiqibdi. Moda. Ko'rsatmasin, kalla tumshuqlarni ko'rib baho berasizlar akalar. Mashalloh. Bular endi ikkalasi endi donga tushibdi. Nargisi moda chiqibdi, mana hozirgi ko'rgan modellar akalar. Akalar mana serpanlar. Ash kaptar ham gap yo'q ekan, kallalari yoshlar ekan. Paypalari hamma yo'q joyida ekan. Sharoitlari ko'z tegmasin, zo'r. Hasanboy omad bersin. Zo'rlari ko'payaversin. Ahmad aka. Asakali parvoz aka-ukalar, qolgan barcha ko'rib turgan aka-ukalar hammalar doim sog' salomat bo'linglar. Xonadoningizdan fayz baraka arimasin. Uylarda zo'rlari ko'payaversin. Zo'ri chiqsin. Obzorni shu yerda yakunlaymiz akalar. Keyingi obzorlar sizlarning xonadoningizda bo'lishi mumkin.
o'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik, sog' bo'linglar.